Assalomu alaykum, Akvasiya tekanlar obunachilari. Bugungi ishimiz Andijon viloyati, Andijon tumani Beshbo'ynoq mahalla fuqarolar yig'iniga bo'ldi. Xo'p, bu yerga 6 metr veranda olib kelib o'rnatib berganmiz. Bu profillarimiz akfa-alyumin zalatoy dub bo'ldi. Aynaklari 2 qavat. Bir qavat oq, bir qavat yo'lli bo'lgan. Xo'p, bu tashqari tomondan ko'rinishi romimizda 5 ta ko'zli qilib, 2 ta ochilish, tepa tomoniga bitta fortishga qo'yib berganmiz. Bu tomonimizda eshigimiz ko'rinishi G shaklida bo'ldi. Bu chekkasida 2 qanotli eshigi bor. Eshiklarimiz tagiga arkafon qo'yib berganmiz. Xudo xolasa juda chiroyli holatda o'rnadi. Hop, ko'rishlari mumkin. Arkafonlarda hop. Ochilib yopilishlari, bo'shlik yopishgan joylari, xudo xolasa penalarni ham aylantirsak berganmiz. Hop, bu tashqari tomondan ko'rinishlari. Ichkari tomonlariga podagonni qo'yib berganmiz 20 santimetrda. Juda katta chiqib ketmasin bo'ldi. O'shaning uchun 20 lik qilib qo'yib berganmiz. Romlarimizni ochib qilishlari. Bu fortishkamizga qaytib qo'yib berganmiz. Ochilishi xudo xolasa juda chiroyli holatda tekis bo'lib turadi. Ochilganda ham ko'rishlari mumkin. Hop, eshigimizni ichkari tomondan ko'rinishlari yengil. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Xo'p, bo'ylari 2 metr bo'ldi. Xo'p, bu eshigimizning bo'yi bo'lsa 282 bo'lgan. Xo'p, enlari 3 metrdan bo'ldi. Xo'p, 6 metr verandamiz narxi hamma yo'g'i 2 qavat oynasi, podagonli, romlar ustidan ochilish fortishga jam olib kelib o'rnatib berishingiz bilan 9.400.000 so'm bo'ldi. Kimga shunaqa akfa verandalar kerak bo'lsa, Akvasiya tegaga murojaat qilinglar. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.